Zonadan tashqarida yurib, o'yin oxirida shunday kichik zona bo'lganda kirib kelish uchun nechta aptechka kerak bo'ladi? Demak, eksperimentimiz uchun bizga mashina kerak bo'ladi. Sababi sumkamizga biz xohlaydigan aptechkalar sig'maydi. Zona hali yurmaganligi sababli eventga keldim. Bu yerda loot ko'proq hisoblanadi. Eventdan 21 ta aptechka va 4 ta katta aptechka loot qildim va zona yurishni boshladi. Men esa va'daga muvofiq zonani ichiga kirib ketdim va albatta orada benzin quyib oldim. Keyin Georgia tomondan loot qildim. Undan keyin konteyner tomonlarga o'tdim. Zonadan tashqarida men yana 14 ta aptechka va 3 ta katta aptechka loot qildim. Jami bo'lib menda 35 ta aptechka va 7 ta katta aptechka bo'ldi. Zona hamancha kichrayib qoldi. Men esa zonaga qarab yurishni boshladim. Bintlardan ko'p foydalanganim uchun aptechkalarni ko'p ortib qoldi. Shu sababdan zonaga yaqin yurib, kirmasdan aptechkalarni o'rab turdim. Va nihoyat zona ko'p yeyishni boshlagandan keyin zonani ichiga qarab gazni bosdim. Demak, shunday kichik zonaga kirib kelish uchun bizga 20 ta aptechka yetarli bo'ldi. Sababi bintlardan ko'p foydalandik. Keyingi videoda zonada vijvat qilib topib olishga harakat qilamiz.